Kylian Mbappe haqida 70 ta fakt. Qani ketdik. Mbappe 1998-yil 20-dekabr kuni tug'ilgan. Ayni paytda Mbappe 25 yoshda. Kylian ilk bor Asbondi jamoasida to'p surgan. Uning birinchi professional jamoasi Monaco bo'lgan. Mbappe Monacoda umumiy 3 yil o'ynagan. Futbolchi Monacoda 60 marta o'yinga tushib, 27 marta gol urgan. 2018-yilda esa Paris Saint-Germain Mbappeni sotib olgan. Kylian 2017-yilda Fransiya terma jamoasiga qabul qilindi. Hamda futbolchi 2018-yilda o'z terma jamoasi bilan jahon chempionatida chempion bo'ladi. Mbappe yoshligida Cristiano Ronaldoga muxlislik qilgan. Qolaversa, Kylianning yoshligidagi eng sevimli jamoasi Real Madrid bo'lgan. Paris Saint-Germain 5 yil oldin Mbappeni sotib olganida transfer uchun 180 million yevro sarflagan edi. Lekin transfer uchun sarflangan pullar o'zini oqlamoqda. Chunki ayni paytda PSG fransuzni sarflangan puldan 2 barobar qimmatroqqa sota oladi. Hamma biladiki, Mbappe uchun har doim Real Madrid da'vogarlik qilgan. Transfer uchun qiziqish 2019-yilda boshlangan edi. Ammo Kylian jon qaysi tomon ko'proq pul to'lasa, ular uchun o'ynayman deb turib oldi. Fransuz 20 yoshida jahon chempioni bo'lgani uchun uning qolgan orzulari Oltin to'p hamda Chempionlar Ligasi. Lekin Mbappe PSJda o'ynab ushbu sovrinlarni yuta olmasligini o'zi ham bilsa kerak. Mbappe 2022-yilda Real Madrid futbolchisiga aylanishga juda ham yaqin edi. Lekin fransuz PSG bilan shartnoma uzaytirdi. O'tgan yilgi jahon chempionatida fransuz juda ham ajoyib to'p surdi, lekin Fransiya terma jamoasi chempion bo'la olmadi. Finalda esa Kylian Mbappe chempionat to'plariga berilishi kerak bo'lgan oltin butsa bilan Fransiyaga qaytdi. Aynan jahon chempionatidan so'ng fransuz Messi bilan munosabatlarni uza boshladi. Voqealar yakunida argentinalik Fransiya klubini tark etdi. Mbappening YouTube'da ham o'z kanali bor. Ushbu kanal 2018-yil 9-yanvarda ochilgan. Mbappe YouTube kanalida hozir 636 mingta obunachi bor. Biroq Mbappe muxlislari uni asosan Instagramda kuzatib boradi. Ayni paytda Kylianning Instagram sahifasida 110 millionga yaqin obunachilar bor. Futbolchi Instagram platformasiga 2016-yilda kirib kelgan. Mbappening erishgan sovrinlariga e'tibor bersak, u jahon chempioni bo'lgan. 6 karra Liga 1 chempioni, Fransiya termasi bilan Millatlar Ligasi chempioni, 3 karra Fransiya Kubogi chempioni hamda 3 karra Fransiya Super Kubogi chempioni, 10 karra chempionatlar to'purari hamda Fransiya chempionati Liga Kubogi. Mbappening ukasi ham bor. Uning ismi Ethan Mbappe. Ethan 17 yosh bo'lsa ham Mbappe kabi juda ham qobiliyatli. Kylianning otasi Wilfried Mbappe, uning onasi Faysal Amari. Futbolchining otasi 1970-yilda, onasi esa 1974-yilda tug'ilgan. Ayni paytda Mbappe uchun uning onasi agentlik qiladi. Ya'ni agarda qaysidir jamoa Mbappeni sotib olishni istasa, birinchi bo'lib uning onasiga murojaat qilishi kerak. Kylian Mbappe asli fransiyalik emas, chunki futbolchining otasi kamerunlik ekanligi aniqlangan. Kylian ham qolgan futbolchilar kabi krossovkalarga muhabbat qo'ygan. Fransuz eng taniqli brendlardan Nike kompaniyasi bilan hamkorlik qiladi. Mbappe Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan yaqin munosabatlarga ega. Do'stlar, ayni paytda video roliklarimizni 86% odam kanalga obuna bo'lmasdan tomosha qilmoqda. Shunday ekan, bir necha soniya vaqtingizni qizg'onmasdan, albatta kanalga obuna bo'lishni unutmang. Hattoki Macron Mbappeni PSJda olib qolishga ham bir necha marotaba aralashgan. Aytgancha, Mbappening Paris Saint-Germainga qilingan transferi tarixdagi eng qimmat transferlar ro'yxatida 2-o'rinda turadi. Mbappe 2018-yilda jahon chempioni bo'lgani sababli unga berilgan 400 ming yevro mukofot pulini xayriya qilib yubordi. Kylian 7 yoshida Chelsea jamoasiga qo'shilishi mumkin edi, lekin ko'klar rahbariyati fransuzni 2012-yilda rad qilgan. Mbappe juda ham tez yuguradi. Ma'lumotlarga ko'ra, fransuz Usain Boltdan ham tezroq. Mbappe toshbaqa memiga ham aylangan. Futbolchi yoshligida terma jamoa uchun Kamerunni ham tanlashi mumkin edi. Ko'plab muxlislar Mbappeni ikkinchi Terry Henry deya atashadi. Mbappe jahon chempionati finalida gol urgan ikkinchi eng yosh futbolchiga aylangan. Qolaversa, Mbappe mundial finalda hat-trick qayd etgan eng yosh futbolchi ham bo'lgan. Mbappe basketbol yulduzi LeBron bilan yaqin do'st. Klubda esa Kylianning eng yaqin do'sti Ashraf Hakimi. Mbappe 8 ta juda qimmat mashinalarga egalik qiladi. Fransuzning sevimli taomi italyanskiy karbona hisoblanadi. Mbappe 2020-yilda sochini ushbu ko'rinishga aylantirgan edi, chunki uning sevimli rangi
ko'k rang. Mbappe Fransiya chempionligi uchun yaratilgan musiqani juda ham yaxshi ko'radi. Futbolchi qizlar bilan yaqin munosabatlarga ega emas. Aynan shuning uchun ham hozir Mbappe bo'ydoq hisoblanadi. Hurmatli do'stlar, kanalimiz obunachilari 20 mingta bo'lishi uchun bizga yana 2 mingta obunachi kerak bo'lmoqda. O'tgan dasturimizda bizga obuna bo'lgan barchaga katta rahmat aytgan holda shuni takrorlaymanki, agarda yangi kuzatuvchi bo'lsangiz, kanalga hech ikkilanmay obuna bo'ling, chunki har bir obunachi biz uchun juda qadrli. Agarda ushbu rubrika asosida dasturlar ko'payishini xohlasangiz, layklaringizni ayamang. Kelasi dasturlarda qaysi futbolchi haqida 70 ta fakt bo'lishini xohlaysiz? Tanlovingizni yozib qoldiring. Like, obuna, komment uchun barchaga katta rahmat. E'tiboringiz uchun esa alohida rahmat.